Kirib kelishiga bir baqiya qolgan muborak Ramazon oyida ham saharlik ham iftorlik uchun dasturxoningizga ko'rk bag'ishlaydigan ibodatlaringiz va tanangizga quvvat bo'ladigan mazali tovuq go'shtidan rulet tayyorlaymiz. 4 dona tuxumga qirg'ichdan chiqazilgan eriydigan pishloq, maniy kruppa, masilka mayonezdan solib, bir xil massaga keltirib olamiz. Duxovka listiga pergamin qog'oz joylashtirib, massamizni qo'yib, 10-15 daqiqada pishirib olamiz. Pishganiga qadar maydalangan tovuq go'shti, qirg'ichdan chiqazilgan piyoz, maydalangan ko'kat, tuz va ziravorlarni rostlab, yaxshilab aralashtiramiz. Pishib chiqqan tuxumli massamizni ustiga solib, tekislab xuddi rulet ko'rinishda ko'rganingizdek o'rab olamiz. Ustiga tuxum surib, duxovkaga 40-45 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Sizni ishontirib ayta olamanki, bu tayyorlagan ruletingiz shunaqangi mazali, sochli bo'ladi. Ro'za Ramazon oylarida sizga ko'p duolar olib beradi. Ayniqsa bu ruletga masilkaning mazali ketchuplaridan surkab yesak, yanada xushtam bo'ladi. Retseptni yo'qotmaslik uchun tezda saqlab oling. Albatta oila a'zolaringiz uchun tayyorlab ko'rib, ro'zai Ramazon oyini intiqlik bilan kutayotgan dugonangizga yuborib qo'ying.